21 oktyabr kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Qozog'istonga 2 kunlik davlat tashrifi yakunlandi. Qozog'iston prezidenti To'qayev va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev o'rtasida Ostonada muzokaralar bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida To'qayev va Aliyev transport, energetika, turizm, raqamlashtirish, shuningdek, savdo-iqtisodiy, investitsiya va qishloq xo'jaligi sohalaridagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishdi. Prezidentlar yaqin kelajakda o'zaro savdo aylanmasini 2 baravarga oshirish va uni $1 milliard ga yetkazishga kelishib oldilar. 2025-yilning dastlabki 9 oyida mamlakatlar o'rtasidagi savdo aylanmasi deyarli 3 baravarga oshdi. Ushbu o'sishning asosiy omili Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishi yoki o'rta yo'lakdir. O'tgan yili ushbu yo'nalish bo'ylab yuk tashish 62% ga o'sib, 4,5 million tonnani tashkil etdi. Yuk tashish hajmini 10 million tonnaga yetkazishga rejalashtirilmoqda. Aliyevning tashrifi Qozog'iston va Ozarbayjon o'rtasida strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma imzolanganining 20 yilligiga to'g'ri keldi. Aliyevning Qozog'istonga tashrifi Xitoy va Qo'shma Shtatlar infratuzilma va iqtisodiy mavjudlik uchun kurashayotgan bir paytda geosiyosiy jihatdan muhim qadamdir. O'rta yo'lak ushbu buyuk kuchlar o'rtasida strategik raqobat maydoniga aylanmoqda. Chunki bu yo'lak bo'ylab amalga oshirilayotgan loyihalar transport, energetika va raqamli infratuzilmani, jumladan suv osti kabellari va kuzatuv tizimlarini o'z ichiga oladi. Qozog'iston va Ozarbayjon AQSh va Xitoy o'rtasidagi raqobatdan foydalanib, ikki buyuk davlat o'rtasida manyovr qilmoqda. Aliyev AQSh manfaatlariga ko'proq xizmat qiladi. To'qayev esa Xitoy manfaatlariga iqtisodiy va infratuzilma jihatidan xizmat qiladi. Shu bilan birga Qo'shma Shtatlar bilan ham til biriktiradi. Ozarbayjon ham, Qozog'iston ham musulmonlarga dushman bo'lgan mamlakatlar, Amerika va Xitoy manfaatlari atrofida aylanadi.